Jinsiy aloqadan keyin har xil hidli vitilinar kelishi yoki qonli ajralmalar kelishi, jinsiy aloqa paytida og'riq bo'lishi va jinsiy aloqada havo chiqishi bu juda ko'pchilik hozir patsientlarimda kuzatilmoqda. Keling hozir shu haqida gaplashamiz. Qisqacha o'zim haqimda tanishtirsam, men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Keling avval jinsiy aloqadan keyin qonli ajralma kelishi haqida gaplashamiz. Bu normami? Bu norma emas, sababi har qanday jinsiy aloqadan keyin hech qanday ajralma kelmasligi kerak. Agarda sizda ham qonli ajralma keladigan bo'lsa, albatta buni ginekolog ko'rigiga borishingiz kerak va buni tashxislash uchun tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda buni o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, bu keyinchalik bachadon bo'ynini rakiga olib kelishi mumkin. Keyingi holat, ya'ni jinsiy aloqa paytida og'riq bo'lishi. Bu qaysi paytlarda kuzatiladi? Asosan bu adenomioz kasalligida, mioma yoki tuxumdon kistalari va turli xil jinsiy kasalliklarda kuzatilishi mumkin. Bunda ham agar ayol kishi o'z vaqtida davolanmasa, bu og'riq kuchayib borgan sari ayol kishini bezovta qilaveradi. Keyingi belgisi bu jinsiy aloqada turli xil ajralmalar kelib qolishi. Ya'ni bu nima uchun bo'lib qoladi? Bu asosan bakteriya, virus va zamburug'lar kasalligida kuzatiladigan holat hisoblanadi. Agarda sizda ham jinsiy aloqadan keyin shunday holat kuzatilsa, albatta analiz topshirib, bu analiz javobiga ko'ra lecheniya olishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu havo chiqishi. Juda ko'p ayollarda bu narsa bezovta qiladi. Buni asosiy sababi qinni devorlarini tushishi yoki bo'lmasam qin kengligi deb aytiladi. Bu asosan qachon kuzatiladi? Tug'ruqdan keyingi 2 yoki 3 ta tug'ilgan ayollarda kuzatiladi va bunday holatlarda asosan davolash jarrohlik yo'li bilan, ya'ni qin devorlarini tiklash bilan amalga oshiriladi. Agarda sizda ham turli ginekologik muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shu haqida video qilib chiqishga harakat qilaman va sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.